day. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz yangi o'yinimizga start beramiz. Bu o'yinimiz umuman boshqacha bo'ladi do'stlar. Prizlar hammasi dollarda. Do'stlar, bu o'yinimizga qo'yilgan prizlarimiz: bitta 100 ming dollar, bitta 50 ming dollar, bitta 25 ming dollar, bitta 10 ming dollar, 13 ta 1000 dollardan 75 ta 200 dollardan. Biletning narxi 2000 rubl, bilet soni 9700 dona. Aziz do'stlar, bulardan tashqari yana boshida sotilgan 500 ta biletlar uchun ham отдельный sovg'alar bor. Sovg'alarimiz 150 ming rubl Ilhomjon Pardayev prizi va 50 ta podarishni bilet. 500 talik o'yinimiz shartlari oddiygina mana shu o'yinga boshidan bilet olsangiz, boshida sotilgan 500 ta biletlar orasida o'yin o'tkazib, o'z sovg'alarimizni topshiramiz. 500 talikda qatnashgan biletlar katta o'yinda ham qatnashadi. Bundan tashqari do'stlar, kommentariya uchun ham 30 ming rubl va 10 ta podarishni bilet qo'ydik. Mana shu video tagida bitta like va bir dona chiroyli kommentariya qoldirasiz. Biz o'sha kommentariyalar orasida g'oliblarni tanlab, o'z sovg'alarimizni topshiramiz. Do'stlar, ko'pchilik obunachilarimiz pul qo'yishimizni so'rashdi. Mana bugungi o'yinimizda hammasi do'stlar dollarda qo'yildi. Xohlasangiz rublda, xohlasangiz dollar qilib topshiramiz. Do'stlar, bu mashinamizni ham keyingi o'yinlarimizga qo'yish niyatimiz bor. Ilohim hammaga nasib qilsin. Do'stlar, har kuni kechqurun bo'ladigan jonli efirlarimizda bilet olgan obunachilarimiz orasida sandiqcha o'yinlari ham bo'lib o'tadi. Eslatib o'taman, biletning narxi 2000 rubl, bilet soni 9700 dona. 5 ta bilet olsangiz bitta, 10 ta bilet olsangiz 3 ta qo'shma beriladi. Hammaga omad do'stlar, jonli efirlarimizda ko'rishguncha sog' bo'lingizlar.